joylarga qattiq joylashib olinglar. Hozir aytadigan narximga yiqilib tushmanglar. Sergeli tumani Xonobodga kelganmiz. Qaranglar, shu yerda 1, 2, 3, 4 ta kottej qurilgan. 1,5 sotuga tushgan. Qaranglar, uglovoy, suv, svet, hamma narsa bor, gaz, kommunikatsiyadan muammo yo'q, Wi-Fi gacha kirib qo'ygan. Ko'chalarni ko'ryapsiz. 1,5 sotu 3 ta xonadan iborat. Narxi vashi zo'r. Uglovoy desa 72 ming, uni yonidagisi bo'lsa 70 ming startga kelishamiz, ulgurib qolish kerak, bosib oladigan joyi. Qaranglar, hovlimiz. Yashil quticha deyman, bu sizlarni kutib oladi, juda zo'r. Ziloniy zonalari bor, suvlar kelgan, hamma narsa qilib qo'yilgan. Bu yoqqa ichkarini ham bitta ko'rib chiqamiz. O'zingizlarning fikringizni yozib qo'yinglar. Puliga arziydimi yo'qmi? Bu pulga hozir dom ham bermayapti shekilli. Qaranglar, oshxonani tayyor holatda, kaffillari terilgan, aristollari qo'yilgan, lustralar bor. Kaffilni terib, chiroyli qilib qo'yishgan. Yonidagi xonani detskiy xona qilib bo'ladi. Qaranglar, zo'r, juda ham chiroyli, yorug' ranglardan foydalanishgan. Menga ijrasa ham yoqyapti shu. O'zingiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, yoqyapti deb yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Zal ekan bu, lustralari ham tayyor, havo aylanishiga, yorug'lik tushishiga romlar qo'yilgan. Zalimizning yonida bo'lsa, sanuzil joylashgan. Uni ham ko'ringlar, hamma narsasi tayyor holatga kelgan. Kelish kerak, yashash kerak. Bu родительский спальня. Buni ham qaranglar, juda ham zo'r, yaxshi rangda tanlangan. Sanuzilni qarang, dushovoy qilib qo'yishgan o'zi ham. Bu bo'lsa, okey. Kechqurun toza havo kerak bo'lib qolsa, masjiddan kelib bitta toza havo oladigan joyi. Ulgurib qolinglar, bosib oladigan joyi, aloqaga chiqsanglar, kelishamiz, baraka qilamiz. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa planirovkada bo'ladi. Ulgurib qolinglar, salomat bo'linglar.